Yevropa davlatlariga ishchi viza olib kelish. O'z buncha qiynalib bo'lsa ham yaxshi ish topdim deganda legalizatsiya bo'yicha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Men Dilshod Isanov bugun Yoqubjon Hayitov bilan legalizatsiya bo'yicha qiyinchiliklar va ularni kelajakda qanday muammolar kutmoqda, shularni ko'rib chiqamiz. Polshada ishlar kanali, xush kelibsiz. Assalomu alaykum vatandoshlar, hurmat bilan Dilshod Isanov, Polshada ishlar kanali hamda Yoqubjon Hayitov kanaliga xush kelibsizlar. Vatandoshlarimizga 2026-yilda ishchi vizasi, Polsha ishchi vizasi yoki Yevropaning boshqa ishchi vizalari va kelajakda legalizatsiya, bu ishchi vizalarni cho'zdirib bo'ladimi, ID kartalar turlari va kelajakda kutilayotgan qanday qiyinchiliklar bor, shularni barchasini qo'limizdan kelgancha Yoqubjon bilan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor Dilshod aka, taklif uchun rahmat. Kutilmagan uchrashuv bo'ldi va hozir qo'ldan kelgancha, aqlimiz yetgancha mana shu oxirgi paytda chiqayotgan qonunlarga, oxirgi paytdagi ishlab turgan qoidalarga asoslanib sizlarga eng to'g'ri, batafsil, hech qanaqa yolg'onlarsiz va reklamalarsiz sizlarga haqiqatlarni aytib o'tamiz. Bu videolardan bugungi videodan keyin ko'pchilik meni yomon ko'rib qolishi mumkin, ayniqsa legalizatsiya bo'yicha ishlaydiganlar. Xafa bo'lmaysizlar, men o'zim ham legalizatsiya sohasida ishlab kelaman, lekin baribir haqiqatni insonlarga aytish vaqti keldi, chunki kundan kunga yangi qonunlar chiqib kelyapti. Kundan kunga karta pobita olish uchun qo'yilgan qonun qoidalarga juda ham qat'iy qarashyapti. Bu narsa hech birimizga qorong'u emas. Polshadagi bo'layotgan holatlar bo'lmasa boshladik. Bo'lmasa boshladik. Birinchi o'rinda Polshaga ishchi viza qiyinlashganligi sababli vatandoshlarimiz Litva, Latviya, Bolgariya, Slovakiya yoki Xorvatiya boshqa davlatda ishchi vizalari bilan Polshaga kelib, legalizatsiya qila olmasdan sariq qog'oz nomli, hamma xalqning nomida shu nomli qog'oz bilan ishlashadi. Mana shuni bir og'iz tushuntirib beringiz. Sariq qog'oz nima, qanaqa kuchi bor va bu kelajakda yo'q bo'lib ketadimi yoki takomillashadimi, Yoqubjon? Xo'p, sariq qog'oz mavzusiga keladigan bo'lsak, o'zi bu sariq qog'oz hech qanaqa ishlash huquqini, maqomini bermaydi. Bu sariq qog'oz nimani anglatadi? Ujuntda ishi aktivligini, ya'ni men Bolgariya vizasi bilan kelganman-da, Polshada karta pobitaga topshirganman degan maqomni beradi. Lekin bu sariq qog'ozni olgandan keyin bu sariq qog'ozi olingandan keyin ujuntda ishni aktiv ushlab turish kerak. Ujunt bu migratsiya. Migratsiya. Ujuntda ishni aktiv ushlab turmasa, bu sariq qog'oz oldin ham bir tiyinga qimmat edi. Ya'ni ujunt ishida nomer delasi bo'ladi, o'sha nomer delani aktiv ushlab turish kerak. Agarda misol uchun отпечаткаga bularni sariq qog'oz bo'yicha chaqirishgan paytda bular borishmasa, ishlari avtomatik kuyib ketar edi oldindan. Xo'p, bugun 27 bugungi sanadan boshlab pochta orqali topshirishlar tugadi. Endi siz polskiy viza bo'ladimi, Bolgariyami, har qanaqa viza turi bilan Polshaning karta pobitasiga topshiradigan bo'lsangiz, sizda avtomatik faqat MOS sistemasi orqali topshiriladi. Sizda EPOA bo'lishi, profil zaufaniyalar bo'lishi kerak. Bu jarayon yana ham qiyinlashdi. Ish beruvchi albatta ko'rsatilgan bo'lishi kerak, chunki oldingi qog'ozli vnosikda ham ko'rsatilgan ediki, topshirish sababi degan joylari bor. O'sha joylariga pratsa deb yozishadi ko'pchilik. Lekin hech qaysi ish beruvchi bularni qabul qilmagan bo'ladi. Ammo ujunt mana shu holatda sariq qog'oz berayotgan edi avval. Endilikda hattoki o'zlarini ishlari ujuntga topshirilganligi haqidagi zasvecheniyani ham olisha olmaydi ular. Demak, 2026-yil 27-apreldan boshlab hattoki sariq qog'oz ham atmen bo'ldi. Vatandoshlarimiz kimdir aldanib qolishmasligi bir aniq fakt bu. Misol uchun ko'chada kimdir sariq qog'oz qilib beraman, Polshada erkin yurasan desa, afsuski 27-apreldan bu inkor etildi. Qisqacha eslatma, agarda qonun bugungi 27-sanadan oldin siz sariq qog'oz olgan bo'lsangiz, bu sariq qog'ozingiz bo'yicha sizga taxminan 3-4 oylarda sprava nomeringiz chiqqan bo'ladi. U sprava nomer bo'yicha sizga отпечаткаga chaqirishi mumkin yoki yashash adres
yashash adreslarini so'rashi mumkin. O'shalarini vaqtida berib turmasa, mana bu sariq qog'ozingiz bir tiyinga qimmat bo'lib qoladi, chunki ishingizni kuydirib, annulirat qilib yuborishlari mumkin. Endi qarang, biz hozir Bolgariya, Litva, Latviya, Xorvatiyadan ishchi viza yoki turist viza yoki biznes viza bilan Polshaga kelganlarni kelajakdagi hujjatini kelajagi yo'q. Shuni ko'rib chiqdik. Yo'q. Xo'p, okey. Xo'p, endi Polshani ichidagi, Polshani o'ziga ishchi viza bilan kelgan, Polshani o'ziga ishchi viza bilan kelgan, lekin ish beruvchisiga bormagan. Ko'chada Germaniya, Gollandiya, Belgiyada qayerdadir ishlab yuribdi. Mana shu oxirgi qonunchilik bo'yicha nima yangiliklar bor? Xo'p, tak. Polsha kartasi bo'yicha-da, to'g'rimi? Yoki ishchi vizasi. Bular boshida ishchi viza olishgan. Ish joyiga borishmagan, ko'chadan 1 yil oldin, 2 yil oldin ko'chadan karta pobita sotib olishgan, pulga qildirishgan va o'sha yurishibdi. Bularning kelajakda Polshada nima kutib turibdi? Sog'liqlar qay tarzda tekshirilyapti? Tomoshabinlarimizga aynan mana shu joyda e'tiborli bo'lishlarini iltimos qilib qolgan bo'lar edim. Biz bilamizki, har bitta Polshada olingan karta pobitu qandaydir bir ish beruvchiga bog'liqli joyi bo'ladi. Ya'ni qaysidir ish joyida ishlayapti, sug'urtasi, nalogi, shunga o'xshash hamma hujjatlari, yashash joyi, hamma hujjatlari baribir ish beruvchi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Xo'p, bu ish beruvchidan ishdan ketgandan so'ng 121, ya'ni chet elliklar uchun chiqarilgan Polshaning o'zining qonun qoidasi bo'yicha buni o'ylab topmayapmiz. Mana shu qonun bo'yicha Polshaning karta pobitasini olgansiz, sizda ditsiza qog'oz bo'ladi. O'sha ditsiza qog'ozda firmani nomi bo'ladi va siz ditsizada ko'rsatilgan qaysi voyevoddan sizga karta pobita chiqqan. Ishdan bo'shaganingizdan keyin yoki u yerda ishlamayapsizmi, 15 ish kunida siz ujnontga xabar berib qo'ymadingizmi, bo'ldi. Uje keyingi karta olishingizda ditsizani kutasiz, ditsizaga mana shu qonunni ko'rsatib, shuni asnovasida sizga negativli ditsiza berishlari mumkin. Demak, keyingi kelajakdagi ID kartasini bekor qilish mumkin. Katta ehtimol bilan olisholmaydi. Qarang, ya'ni hozir Chexiya, Bolgariya, Latviya, Litva qaysi davlatda yurgan, Polshaning ID kartasi bilan yurgan bo'lsangiz, albatta ular nalog to'lamayapti. 100% aniq ayta olaman, ular ishdan bo'shagandan keyin ujnontga hech qanaqa xabar berib qo'yishmagan va o'ylashadiki, topshiraman, pulini beraman, karta olaman. Unaqa davrlar rostdan ham o'tib ketgan. Hozir uje ko'rib turibsiz, Yevropa bir-biri bilan juda ham Yevropadagi hozir saytlar, hozirgi sistemalar juda ham yaxshi ishlayapti. Yevropaga hozirgi kunda faqatgina doimiy nalog to'lanadigan migrantlar kerak. O'sha siz aytib o'tganingizdek, Karl Navrozkiy ham o'zi va'da berganki, bunaqa migrantlarni yo'qotadi. Ya'ni siz Yevropaga kelyapsiz yoki O'zbekistondan kelyapsiz, siz har doim davlatga har oyda misol uchun 2400-2600 zlotdan nalog to'lab yursa, 500-600 yevrodan har bitta migrant Polsha davlati iqtisodiyotiga foyda keltiradi. Nimaga Polsha davlati bunga o'xshagan odamlarga karta berishi kerak? Polsha davlatiga bu odamlar foyda keltirmayapti. To'g'ri, Polshada karta pobitaga topshirasiz, kutasiz, 1 yil, 1,5 yil kutasiz, oxir oqibat baribir отказ chiqadi. To'g'ri, men o'zim shu ish bilan karta olib berish bilan shug'ullanaman, lekin bu haqiqat. Lekin olib berish bilan shug'ullanasiz, o'shanda ham har oy soliqlarini to'lab yurgan kandidatga yordam berasiz. Shunaqa. Polsha davlati maksimalni o'zi foyda ko'rish kerak. Naloglardan o'zi Yevropa asosan naloglarning ustiga boyiydi. O'zini fuqarolarini ham, hattoki naloglari juda baland. Polsha bo'ladimi, Shvetsiya bo'ladimi, hamma davlatlarda nalog baland. Nalogdan qochgan insonni juda ham qattiq yomon ko'rishadi. Bu xuddi bir davlatni aldagandek, chunki bu pullar davlat hisobiga borib tushishi kerak. Lekin siz davlatni aldab, o'ng chap qilmoqchisiz, bu holatda sizni chopishga harakat qiladi bular. Qo'pol qilib aytganda. Endi, Polshani vizasini ko'rib chiqdik, yuqoridagi boshqa davlatdan kelayotganlarni ko'rib chiqdik. O'sha yerda bir savol javobsiz qoldi. Bundan buyog'iga Bolgariyadan, Latviyadan yoki Slovakiyadan, Xorvatiyadan sezonniy viza bo'ladimi, ishchi viza bo'ladimi yoki turist viza bo'ladimi, biznes viza bo'ladimi, Polshaga kelmoqda. Xo'p, boyagi legalizatsiya ishlari onlayn jarayonga ko'chdi. Bular endi hech narsaga topshira olmaydimi shundayda? Yo'q. Taqdirga tan beradimi? Nelegal ishlar?
Yo'q, MOS sistemasi ishlab turibdi, onlayn topshirishsa bo'ladi. Men Bolgariyadan 90 kunlik viza bilan keldim. Nima qilishim kerak? MOS sistemasi ishlab turibdi. Bu yerda onlayn topshiriladigan paytda har bitta o'zini katakchalari to'ldirish kerak bo'lgan joylari bor. U yerda uy adresi, yashash joyi, uy rasmini chizib qo'yamiz. Yashash joyi va eng muhimi ish beruvchi bo'ladi. Ish beruvchi tasdiqlashi kerak ujont buni hujjatlarini qabul qilishi uchun. Ish beruvchi buning uchun sizda nima bo'ladi? Chala blogerlar yoki har qanaqa TikTokka chiqib sizni chaqirayotgan odamlar birinchi mana shu narsani so'rasin. Menga birinchi karta pobitaga topshirib ber, zasvicheni olib ber. Zasvicheni olib ber, keyin men boraman desa, sal ishonchliroq bo'ladi, lekin bu narsani tavsiya bermayman. Chunki bu narsa hozir tezlashdi, bo'ladiganini bo'ladi qiladi, tez atkazlarini beradi. Bu nimaga bu sistemaga o'tdi? Mana Bolgariyadan oqim bilan odamlar kelyapti, karta pobitaga misol uchun Varshavaga topshirishyapti-da, ichkarida qonuniy yo'l bilan kartaga topshirgan odamlar bor. Albatta. Kartasi chiqishi ehtimoli bo'lgan odamlar bor. Lekin bu yoqdan yana kelayotgan dokumentlar ichkarida bardakni yuzaga keltiryapti va mana shu narsalarni kamaytirish, qisqartirish, har qanaqa odam ham vnyosk to'ldirib jo'natib yuborsa sariq qog'oz keladigan holatga kelib qolgan edi. Shu narsalarni yo'qotish uchun mana shu hamma narsani elektron sistemaga o'tkazdi. Siz EPUB yoki profil ochish uchun ham sizda Polshani telefon raqami, siz o'zingiz fiziki Polshada bo'lishingiz kerak va keyinchalik topshira olinadi. Men umuman maslahat bermagan bo'lardim boshqa davlat vizasi bilan Polshaga kelishi. Agar Ya'niki oddiy tilda kelajagi yo'q. Men bularni ochiq aytganda bu vaziyatda juda ham kam oylik berishadi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz, ko'pchilik vatandoshlarimiz siz legalizatsiya qila olmaysiz. Sizning ustingizdan Ukrain millatiga mansub yoki Belarus millatiga mansub ish beruvchilar kam oylikka sizdan foyda ko'rishadi va kam oylikka ishlatishadi. Minus tomoni faqat mana shu. Ish topishingiz mumkin. Ko'chada qolib ketmaysiz, yordam beramiz mayli, vatandosh biz yordam beramiz, lekin kelajakda legalizatsiya hujjatlaringiz hech yordam bera olmaymiz. Agar hozir mana bu MOS, zasvicheniya, shunga o'xshash so'zlarga tushunmayotgan odamlar bor, chunki Polshada bo'lmagan odam bu so'zlarni tushunmaydi. Sizlarga qisqacha qilib tushuntiraman. Polshaga keldinglar, misol uchun xo'p hammasi joyida deylik, oxirida karta pobita ola olmayapsizlar. Kelajakka o'ylab qarasa, sizda hech qanaqa Polshani kartasi bo'lmayapti. Sizda Yevropada qolishga hech qanaqa osnova yo'q. Siz 1,5 yil orasida faqat Polsha hududida bo'lasiz. Chiqib ketayotganingizda, misol uchun Polshadan chiqib ketayotganingizda, uje sizda istoriya bor. Yevropa hududida siz bo'lgansiz, qanaqa millatdan bo'lgansiz, qaysi davlatdan bo'lgansiz va siz qanaqa migrant bo'lgansiz. Ya'ni bu ishni qilganingiz, ya'ni Bolgariyadan Polshaga 1-2 so'm ko'proq pul topaman deb kelib qilganingiz, keyinchalik yana Yevropaga qaytib kirish uchun zarar berishi mumkin. Kamida 6 oylik deport. Adashmasam, Nodir aka? Xabaringiz yo'q? Qarang, agar ujondda ishlar aktiv tushib turgan bo'lsa, bular bahona qilishlari mumkinki, ujondda ishim aktiv turibdi, kartam chiqmadi, ketyapman deb deyishlari mumkin. Yo'q, bunga topshira olmasdan, yashirinib ishlab yurib. Lekin bitta narsa bor, hozir ko'pchilik sariq qog'ozim bor deb o'ylaydi. Qo'lida sariq qog'ozi bor, rasmi bor, original bo'lishi ham mumkin, lekin ba'zida ishi aktiv emas, ujondda ishi aktiv emas. Ular Polshadan chiqib ketayotganda nafaqat 6 oy, 1 yilgacha deport qo'yishlari mumkin. Agar sabab ko'rsatilmasa. Albatta. Sabab ko'rsatilmasa. Agarda mana shu holatda hech qanday deport olmasdan O'zbekistonga chiqib ketgan taqdirida ham yana misol uchun keyin Germaniyani, Bolgariyani yoki Polshani vizasiga topshirganida ularda istoriya bo'ladi. Qanaqa migrant bo'lgan, Yevropaga qanaqa foyda keltirgan, nalog to'lagan, to'lamagan, hammasi oshkor bo'lib qoladi. Muhimi boshqa Bolgariya viza, turistik vizalar bilan Polshaga kelganlarga endi insoniy tomonlama bitta maslahat berib qo'ymoqchiman. Sizni yashash sharoitingiz juda ham yomon sharoitda yashaydi. Ish beruvchi beradigan sharoit, sizda boshqa variantingiz yo'q, boshqa joyga keta olmaysiz. Polshada shundoq chiqib ish topib keta olmaysiz. Buni bilgan ish beruvchi sizga kam pul beradi. Yaxshi yotoqxonada yotmaysiz. Sizga berilgan va'dalar hammasi yolg'on bo'ladi. Siz majbursiz mana shu 24 zlotdan ishlab yurishga. Buni bermasa ham siz nima qila olasiz? Hech nima qila olmaysiz. Hech narsa qila olmaysiz. Shunaqa. Xo'p, keyingi savol, vatandoshlarimiz yana 3-tarmoqli yolg'onga ham tushishmoqda, ya'niki
Latviyadan, Bolgariyadan, Slovakiyadan, Xorvatiyadan kelishmoqda-da. Bu yerda boshqa millatga mansub odamlar sani legalizatsiya qilamiz, faqat ishchi emas. Sani student qilib hujjatlaringni migratsiyaga ko'rsatamiz. Student qilib ID karta olasan, birinchi ID kartangni student qilib olasan va ikkinchi ID kartangni ishchiga almashtiramiz. Va shu maqomda statusing ishchiga burilib ketadi. Shuni bir chiroyli tushuntirib beray. Mana shu yo'l studentskiy karta olish haqida. Ya'niki men Latviyadan yoki Bolgariyadan keldim. Sezonniy viza farqi yo'q. Siz menga studentskiyga topshirib bermoqdasiz, mendan nimalar talab qilinadi va buni kelajagi men nimalarga javob berishim kerak. Plus minus 4000 euro plus страховка. Mana shundan boshlab turaylik. Xo'p. Polshada siz agar student vizasini Polshada siz agar student ID kartasini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz albatta haqiqatdan ham universitetda o'qiyotganingizni ujondga isbotlab berishingiz Migratsiyaga. Migratsiyaga. Bu holatda ujond sizdan 2 marta so'raydi. Birinchi boshida so'raydi, ya'ni kontrakt to'langanligi haqida zasvichение bo'ladi. Ularda ham xuddi ish beruvchida zazvaleniyaga o'xshagan universitetdan talab qilib olinadigan narsa. Siz kontrakt albatta to'lashingiz kerak bo'ladi. O'sha 26 yoshga yetmagan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun kontrakt to'lash kerak bo'ladi. Student ID kartasini olish jarayonida 2 marotaba universitetda haqiqatdan o'qiyotganingizni tasdiqlashingiz va katta ehtimol bilan ujond ham universitetdan подтверждение so'raydi. Mana shu bola haqiqatdan ham universitetda o'qiyaptimi deb. Bundan tashqari, siz kontraktni to'ladim, bo'ldi, endi karta chiqadi deb o'ylashingiz mumkin. Siz sessiyalarni yopishingiz kerak, siz haftada kamida 2-3 marta universitetga borish kerak, darslarda qatnashish kerak. Taxminan mana shu protsesga, misol uchun Bolgariyadan kelgan odamga 7000 8000 o'rtasida pul ketadi. 7000-8000 yevro o'rtasida pul ketadi. Bundan tashqari bank shot qo'yish kerak. Ya'ni hisobida yaxshigina pul bor, student bo'lib qiynalib qolmaydi. Ochig'ini aytaman, Dilshod aka, men o'zim ham, ukam ham student bo'lib o'qiydi. Polshada haqiqatdan ham o'qiydi. Haftada 3 kun o'qishga boradi. Hattoki ukamga ham yaqinda karta pobitaga topshirdik. Yaqinda endi biz bank shot qo'yishimiz kerak. Universitetdan 2 marta qog'oz olishimiz kerak. Bu narsani o'zi mana ukam student bo'lib o'qiydi. Yiliga plus minus mana 7000-8000 rasxoti bor o'zini. Karta topshirishidan tashqari hali bu yeb ichishi, ishlashi, yana 26 yoshgacha bo'lgan odamlar qila oladi. 1 yillik puli o'qishini o'ziga ketadi. Lekin Ukraina millatiga mansub, Belarus millatiga mansub boshqa odamlar mana shu narsa 26 yosh bo'lmasangiz ham, masalan 30 yosh, 35 yosh deb maktab yoki o'sha student shkolaga deb topshirib yuboryapti. Shkolaga topshirib berishyapti. Ular как mutaxassis qilib, muhandislik qilib. Men ularni yaxshi bilaman. Ular aytishadiki, shkolaga sizni topshirib beramiz. 6 oy bazada ishingiz aktiv bo'lib turadi, ya'ni universitet подтверждение qiladi. Ya'ni har 6 oyda siz tipa kontrakt to'lab turishingiz kerak bo'ladi bularga. Lekin bu shkolalar hammasi bir pulga qimmat. Chunki bu shkolalar orqali siz polskiy karta olish imkoniyatingiz yo'q. Universitet bo'lish kerak bizda karta olish uchun yoki хотя бы litsey bo'lish kerak. Lekin bizda 35-40 yoshgacha bu umuman mana o'zingiz yaxshi bilasiz, Polshada ishchi ID kartasini olish uchun qanchalik ko'p tekshiruv bor. Qanchalik uzoq muddat kutish kerak. Student vizasida ham xuddi shunaqa ko'pchilik o'ylaydi, endi men studentman, studentga karta zo'r chiqadi, tez chiqadi, proses yo'q. Deyarli bir xil. Faqat ichkariga beriladigan hujjatlar har xil, tekshiruv ham kuchli bo'ladi. Davlatda aldash siz bilan men o'ylaganchalik oson emas. Shkolachi? Shkola ham xuddi shunaqa. Shkola bilan karta pobita olish imkoniyati yo'q. Faqat aktiv yurasiz. Aktiv ham yurmaydi. Dilshod aka, har 6 oyda bularni pulini sog'ib turish maqsad. Boshida ham pul oladi. Ya'ni tushunyapsizmi? Bu yerda sizdan foydalanish. Sizni bilishadi, hujjatlaringiz hech qanaqasiga legalniy bo'lmaydi. Sizni bilishadi, og'riqli nuqtangizga bular zarba berishadi. Ya'niki sizga yoqadigan gaplar. Seni shkolaga rasmiylashtiramiz.
ozmuncha kontrakt to'laysan va Polshani ichida erkin yurasan, qonuniy yurasan, xohla joyingga ishlaysan. Maqsad sog'ish. Bundan tashqari sizni eng xursand qilib qo'yadigan gapi, misol uchun 25 zlot oylik olmaysanda, sen studentskiy stavkada 31 zlot oylik olasan deydi. Siz hisob kitob qilasiz. Har oy men 31 zlotdan pul olsam, 25-6 zlotdan pul yutyapman deb, o'sha odam hisob kitob qilib optimistik o'ylaydi. Baribir o'zbeklarimiz hamma narsani yaxshi tomonini, ya'ni senga yaxshi bo'ladi bunaqa desa ishonuvchan va shuning uchun mana shunaqa narsalarga ishonib qoladi. Aslida bu narsalarni hammasi bir tinga qimmat, ochiq aytganda. Polskiy misol uchun iloji bor, misol uchun, пожалуйста, haqiqiy universitetga kirsin, Vistula yoki Varshavskiy yaxshiroq universitetga kirsin, kontraktini to'lasin, haftada 3 kun universitetga borsin, ishdan keyin ishlasin. Agar lekin ko'pchilikni bu narsaga qurbi yetmaydi, chunki 7,000-8,000 yevroni orttirib cho'nchagimizga olishimiz uchun, misol uchun oddiy ishchi kamida 1 yil ishlaydi. Shunday. Qoplamaydi. Endi biz vatandoshlarimizga yechim berishimiz kerak. Misol uchun menda Polshani karta pobitasi bor. 1 yil oldin, 2 yil oldin rostakam ish beruvchidan olganman yoki ko'chadan pulga gaplashib advokatdan sotib olganmiz, ochiq aytganda. Va hozirda misol uchun Germaniyada, Belgiyada yoki Yevropa yaxshi davlatlarda ishlayman. Ish beruvchim ham oyligimni beradi, lekin bu Polsha ID kartamni men u davlatlarda Germaniyada, Gollandiyada legalizatsiya qila olmayman. U davlatlarni ishchi vizasiga almashtira olmayman. Meni qiynayotgan nuqta kelajakda karta pobidamni, Polsha ID kartamni yana cho'zdirish. Lekin men soliq to'lamaganman. Va hozirdan nimalarga e'tibor berishim kerak? Shuni vatandoshlarimizga chiroyli qilib. Hozirgi kunda men o'zimga ham juda ham ko'p Polsha ID kartasi bor odamlar aloqaga chiqadi. Chexiya, Germaniya, har xil davlatlarda kartasini muddat tugashiga 4 oy, 8 oy muddat qolgan va so'rashadi, Polshani ID kartasini olsam bo'ladimi deb savol beradi. Men ulardan birinchi so'raydigan narsam, siz Polshani ID kartasini olganingizdan keyin u joyda ishni to'xtatganingizdan keyin ujunga xabar berib qo'yganmisiz? Ya'ni men karta olgan joyimda ishlamayapman, boshqa ish kutyapman degan xat yozganmisiz deyman. Yo'q deydi. Uje bitta minus. Nalog to'laganmisiz? Yo'q deydi. Uje oqib ketdi hamma narsa. Chunki ID kartani Polsha hozir faqat yaxshi migrantlarga beryapti. Undan ko'ra siz o'rningizga boshqa migrantga beradi, u davlatga nalogini to'laydi, ish beruvchisida ishlaydi, muammo qilmaydi. Shuning uchun bu holatda karta pobitli olish imkoniyati deyarli yo'q. Foizi tushib ketmoqda. Deyarli yo'q, chunki har bitta ID kartani chiqishida inspektorlar bo'ladi, ujont ichida o'sha inspektorlar qanaqa tekshiradi? Birinchi ish beruvchisini tekshiradi, ish beruvchidan tashqari sug'urtasini tekshiradi, davlatga nalog to'laganini tekshiradi. O'sha uy yashash joyini hammasini tekshirayotgan paytida ular galochka minus qiladi, qaraydi, karta chiqishiga tortmayaptimi? Отказ. Va mana shunday ko'p vatandoshlarimiz mana shunaqa chala hujjat bilan topshiradi. 1,5 yil, 2 yil, 3 yil cho'zilib yuraveradi. Mana xuddi shu holatda men odamlarga nima aytaman? Misol uchun sizda 6 oy, 8 oy kartani suragi qoldi. Tez uyga borib keling. Uyga borib uydagilar bilan ko'rishib keling. Chunki siz kamida 1,5 yil Polsha hududidan chiqa olmaysiz. Bundan yana kutaman desa, yana kartani kutaman desa, 1,5 yil chiqa olmaysiz va oxirida baribir sizga отказ chiqadi. Отказ chiqqandan keyin biz uni apellyatsiyaga beramiz. Yana 1,5 yil deb oladigan bo'lsak, oxirida Yevropa eshigini o'ziga yopib chiqib ketadi. Chunki o'zingiz ham shu sohadasiz, misol uchun Polshaga kelib, nalogini to'lab, viza so'rab o'tgandan keyin qaytgan odamlar qayta viza olish ehtimoli juda ham baland. Lekin nalogini to'lamagan insonlarni ham o'sha bu yog'i 21-asr sun'iy intellektlar hammasi, hattoki Face ID'ning o'zidan ham bu odam qanaqa insonligini, nimalar qilganligini hammasini topib beryapti va kundan kunga bu qiyinlashib bormoqda. Bunaqa odamlarga men nimani maslahat bergan bo'lardim? Polshani nalogini to'lamagan bo'lsa, Yevropani boshqa davlatlari bor-ku, 2-3 ta davlat bor, bilasiz o'zingiz, taxminan 2-3 ta davlat bor. Sizda aktivniy ID karta bo'ladigan bo'lsa, Yevropaning boshqa davlatidan ID karta olish imkoniyati bor. Bu holatda
Nima yaxshi? Nimaga bu holatda tavsiya beraman? Chunki bu holatda Polshaning ID kartasini olayotganda eski kartangizni tekshiradi-yu, naloga, ish beruvchisi, tudda-sudda. Bu yoqda asosan sizda so'raydigan narsa Yevropa hududida qonuniy bo'lgan bo'lsangiz, mana shu 3 ta 4 ta sanoqli Yevropa davlatlaridan siz legalizatsiya qilishingiz mumkin Polsha kartasi bo'yicha. Hozir. Lekin buni so'rovga o'tgandan keyin siz bunga topshirib qo'ygan bo'lsangiz, Polshanikiga bo'ldi. Mana shu variantda qolishingizga to'g'ri keladi. Bu aniq fakt bu. Yashirmasdan aytilayotgan gap. Ochig'i men o'zim shu narsani orqasidan nol topaman, lekin Polshaning hozir kartasi aktiv bo'lib turgan bo'lsa, sizda asos bor Yevropani boshqa davlatida ID karta olishga faqat buning uchun bu yoqda ish beruvchi kerak. Buni o'zingiz yaxshi tushunasiz. Bu unaqa davlatlar soni ham juda ham chegaralangan. Agar yolg'on bo'lsa, mana kommentariya ochib, Yevropadagi vatandoshlarimiz o'zlari fikr bildirishligi mumkin. Yevropa u baland binolar emas, qo'sha-qo'sha zo'r mashinalar, charaq-jaraq pullar emas. Bu yerda inson birinchi o'rinda hujjat bilan olishadi. O'shaning uchun qaror qabul qilishdan oldin hamma bir-biriga har xil maslahatlar beradi-ku, ishonchli, o'zini ishini tushunadigan odamlardan maslahat olgan yaxshi. Hozir ko'pchilik aytadi, senda Polshaning kartasi ekan, Germaniyada yuribsan, yana Polshaga topshirib ol, soqqasini berasan, 2000-3000 euro berasan, bo'ldi, qilib beradi, olib beradi, отпечаткаga borasan, karta yo'q. Undan narsalar o'tib ketdi. Oxirgi 1 yilda ko'p tizim o'zgarib ketdi, lekin to'g'ri siz misol uchun deylik, bu yerda davlat nomi Litva bo'ladigan bo'lsa, Litvaga borib, siz aktiv polska kartangizni litovskiy venje, litovskiy ID kartaga almashtirishingiz mumkin. Lekin o'shanda ham sizga chiqarib bergan, mana shu ID kartani chiqarib bergan firma ham unda ishlamasangiz ham, kartani olib qochib ketsa, yana baribir kuyadi. Endi baribir misol uchun agar ish beruvchi bilan kelishsa, A1 sertifikat qilib, Germaniyaga borib ishlasin, Gollandiyaga borib ishlasin, hamma narsani qonuniy yo'li bor-ku. Misol uchun A1 sertifikat qilsa, Litva, Latviya farqi yo'q, qanaqa vizasi bo'lishi. A1 sertifikat qilib ketaveradi. Faqat ish beruvchi bilan kelishgan bo'lish kerak. Latviyadamisiz, Latviyadagi ish beruvchi bilan kelishgan bo'lishingiz kerak. Litvadamisiz, Litvadagi ish beruvchi bilan kelishgan bo'lishingiz kerak. Polshadamisiz, Polshadagi ish beruvchi bilan kelishgan bo'lsangiz, o'shanda qonuniy hujjatlar asosida yuqori davlatlarga chiqsangiz bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, endi Polshaning karta pobitasini olmoqchimisiz? Agar qonunni ham hozir bizni gaplarni tushunmagan bo'lsangiz, unda o'tiringda, yaxshilab o'ylab ko'rsan. Men Polshaga qanaqa foyda keltiryapman? Menga karta berishga loyiqmanmi yoki Polshaning ichida kuniga 10 soat ishlab, nalogini davlatga to'lab yurgan odam loyiqmi karta berishga? Ular bu narsani tekshira oladi-da, eng loyiq odamlarga kartalar beradi. Chunki hozir Polshada migrantlar yetarli, faqat sara-sara haqiqiy Polsha uchun nalog to'lab Polshaning rivojiga hissa qo'shadigan odamlar kerak. Bizga o'xshab o'ngga chapga qochib yuradigan odamlarni sekin chekkalashtirib yuborishadi. Albatta. Qonunlar ham hozir, mana sistemalar ham hozir shu narsani ustiga qurilyapti. Yaxshi migrantlarni sifatlilashtirish. Shunaqa. Hozirda bizning loyihamiz asosan qonuniy Yevropa deb ataladi. Nimaga? Siz Polsha vizasi bilan yoki Latviya vizasi, Latviya ID kartasi, Xorvatiya, Slovakiya, kuymagan Bolgariya ID kartalari bilan Germaniyada bo'lishingiz mumkin. Hozirgi holatda Belgiya, Gollandiya yoki Daniyada chorvachilik sohasida bo'lishingiz mumkin. Va sizni ham yuqoridagi muammolar kutib turibdi. Hozirda siz qurilishda Germaniya, Belgiya, Gollandiya qurilishda ishlamoqdasiz, ish beruvchingiz yaxshi, omadingiz bersin, barakangiz bersin va sizda domka bor, pulingiz bor va legalizatsiya qila olmayapsiz. Shunday holatda Yoqubjon qonuniy Yevropa loyihasi vatandoshlarimizga kelajakdagi muammolarni oldini olish kerak. Mana shu og'riqli nuqtasiga vatandoshlarimizni qonuniylashtirib, bu yerda brutto, netto, soliq, sug'urtalarni qilib bergan holatda biz ularga qonuniy Yevropa loyihasida yechim beramiz va marhamat kapitalizm. Ya'ni tushunishim bo'yicha bu davlatlarda hozir nelegal ishlab yurgan odamlarni o'sha qo'lida turgan vizasi bo'yicha xuddi o'sha ish joyida qoladi, lekin kartasi kuymaydi, keyin yana karta ola oladi. Zo'r loyiha bo'lyapti. O'zbekistonga hozir mana bilasiz, Yevropaning ichida aeroportlarga AI tizimi shunaqa qo'shib bormoqda.
Misol uchun, o'tishingizda pasport kontrolida soliq to'laganmisiz, yo'qmi, viza aktualmi, yo'qmi, birpasda ochiveryapti. Mana shu qiyinchiliklarni biz kelajakda, yaqin kelajakda yechim beramiz. Zo'r. Misol uchun, men Germaniyada quruvchiman, ustaman, Germaniyada ishlamoqdaman, ish beruvchim tanish, zo'r bola, pulimni bermoqda. Lekin u ham qo'limdagi polskiy vizamni legalizatsiya qilib bermayapti, chunki Germaniyaga qonuniy o'tmayapti. Misol uchun, yoki qo'limda Bolgariya vizam bor, Germaniyaga qonuniy o'tmaydi, ish beruvchim pulimni bermoqda, lekin kelajagim yo'q Yevropada. Mana shu og'riqli nuqtalarimga qonuniy Yevropa tomonidan yordam izlamoqchiman. Zo'r. Savollar. Lekin bunaqa misol uchun hozir Germaniya, Belgiya, Gollandiya, Daniyada yurgan vatandoshlarimiz Polskiy, Bolgariya, Litva, Latviya kartasi bilan yurishdi-ku. Mana shu misol Polshadagi misol uchun Polsha ID kartasi bo'lsa, Polshaga aloqaga chiqadi. Menga karta pobit olib bera olaysanmi? Olib bera olayman. Nech pul? 2000, 3000. Bo'ldi, pulni tashlaydi. O'rtada buni kartasi kuyadi. O'rtada bu yoqda ishik pachava oxirida aytganimdek Yevropaga o'zini eshigini yopib ketadi, qaytib kirishiga muammo bo'ladi. Shunaqa. Zo'r yechim bo'pti, lekin bu narsa buni ochamiz, hali vatandoshlarimizga qanaqa loyihaligini ochamiz. Sizlarda savollar bo'lsa, yo'llashingiz mumkin yoki Yoqubjonni oxirgi bergan ma'lumotlarda ozmuncha yolg'on bo'lsa, albatta yozing. Kommentariyada yozib kommentariy ochiq yozib ketinglar. Yana savollaringiz, gaplaringiz bo'lsa. Xullas vatandoshlar, shunaqa hozirgi kunda Yevropada bo'layotgan holatlar, oxirgi chiqayotgan Polshadagi qonunlardan kelib chiqib gapirdik bugungi sana bo'yicha. Vaholanki kundan kunga og'irlashib boryapti va keyinchalik yangi qonunlar chiqadigan bo'lsa, mana yoki Dilshod akamni Telegram, Instagram hamma sahifalarida kuzatib tursanglar, eng oxirgi ma'lumotlar Dilshod akada chiqadi va Yoqubjonda chiqadilar. Aloqaga chiqinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mana. Zo'r. Tomda tezroq boramiz.